Sport bu faqat kuch va mahorat sinovi emas, bu insonning o'zini yengishi, orzularga sadoqati va vatan sharafini dunyo maydonlarida munosib himoya qilish yo'lidir. Ba'zan esa bitta g'alaba nafaqat sportchi, balki butun bir mamlakat sporti tarixida yangi sahifa ochadi. 24 yil O'zbekiston-Yunon-Rum kurashi ana shuncha vaqt davomida kattalar o'rtasidagi jahon chempionligi oltin medalini qo'lga kiritishni kutdi. Orzular almashdi, avlodlar o'zgardi. Ammo ishonch so'nmadi. Nihoyat Zagreb gilamida yangragan g'alaba nafaqat bir sportchining, balki butun mamlakatning uzoq kutilgan zafari bo'ldi. Bu g'alabaga mualliflik qilgan yigit hali 20 yoshga ham to'lmagan edi. Har bir chempionlik ortida minglab sinovlar yashirin. Erta tongdagi mashg'ulotlar, tinimsiz mehnat, og'riq, minglab mag'lubiyatlar va ulardan chiqarilgan saboqlar. Tomoshabin faqat medalni ko'radi. Ammo medalgacha bosib o'tilgan yo'lning og'irligini faqat uning egasi biladi. U bolaligidan gilamni orzulari bilan bog'ladi. Avval o'smirlar o'rtasida jahon chempioni bo'ldi. So'ng yoshlar o'rtasida dunyo chempionligini qo'lga kiritdi. 2025-yilda esa Osiyo chempionligi shohsupasiga ko'tarilib, ko'p o'tmay kattalar o'rtasidagi jahon chempionatida ham oltin medalni qo'lga kiritdi. Shu tariqa O'zbekiston Yunon-Rum kurashiga 24 yillik tanaffusdan so'ng jahon chempionligini qaytardi. Bugun uning nomi nafaqat g'alabalar, balki matonat, intilish va vatanga sadoqat timsoli sifatida tilga olinmoqda. Bu jahon va Osiyo chempioni, O'zbekiston sportining yorqin vakili Aytjan Xalmaxonovning hikoyasi. Gilamdagi shiddat ortida qanday inson yashaydi? Chempionni chempion qilgan kuch nimada? Muvaffaqiyat sari eltgan yo'l qanday sinovlardan o'tgan? Bugun bu savollarga qahramonimizning o'zidan javob olamiz. 10 yildan beri shug'ullanib kelaman. 2016-yil 22-iyun kuni kirib kelganman. Haligacha esimda. Tog'amlarni o'zi kurashga qiziqqanim uchun Yunon kurashiga o'zi Nurafshon shahrida sport maktabiga olib borgan. U yoqdagi trenerim Ravshan Ikromov bo'lgan. Shuni qo'lga topshirib, murabbiylarim aytganini qilib shu darajaga erishdim. Bu sportda o'zi g'alaba bilan mag'lubiyat yonma-yon yuradi. Ko'p mag'lubiyatga uchraganman, to'g'risi tan olaman. Hozir Xudoga shukr bir yilda bir marta, ikki marta yutqizyapman. Oldinlari ko'p yutqizar edim. Misol, har musobaqada yutqizardim. Ikkinchi o'rin, uchinchi o'rinda vaqt kelganda umuman o'rin ola olmas edik. Sport boshlaganimda boshida qiyin bo'lmagan, boshida qiziqishim bo'lgan. Keyin sport maktabiga kirganimdan keyin, Chirchiqqa kirganimdan keyin qiyinchiliklar boshlangan. Biz paytimizda qiyin bo'lar edi, trenirovka hech kim bizni ayab o'tirmas edi. 6-sinfda kelgan bo'lsam, hammaga bir xil trenirovka o'tirilardi. Boshida rosa qiyin bo'lgan, 2 yil davomida 8-sinf bitirganimgacha qiyin bo'lgan. Uyga telefon qilardim, yig'lardim, ketaman. Bo'ldi, charchadim derdim. Uydagilar qiynalyapsan yaxshi deb o'chirib qo'yar edi, olmas edi. Agar qiynalayotganimda ha deb telefon qilib olib ketaman deb o'rganda bunaqa darajaga yetib kelmas edi. 3 karra jahon chempioni. Bu yutuq ortida yillab davom etgan mashaqqatli mehnat, cheksiz matonat va ulkan ishonch mujassam. Aytjan Xalmaxonov 2025-yilda Zagreb gilamida O'zbekistonga Yunon-Rum kurashi bo'yicha 24 yillik tanaffusdan so'ng tarixiy oltin medalni taqdim etdi. Ammo har qanday buyuk g'alabaning ham boshlanish nuqtasi bo'ladi. Chempionning yo'li shohsupadan emas, bolalikdagi kichik orzu va qiziqishdan boshlandi. O'sha qiziqishni o'z vaqtida payqab, uni kurash zaliga boshlab borgan inson esa Aytjanning tog'asi edi. Bu jiyanim shu 2 yosh, 3 yoshidan ukam o'g'lim bilan birga katta bo'lgan, ikkalasining orasi 1 yosh, ikkalasi rosa qattiq kurashib, shu 2 yosh, 3 yoshidan kurashib katta bo'ldi ular. Keyin shu bilan bular maktabga boshladi. Kurashga qattiq qiziqardi ular. 3-4-sinfda o'qiganda ikkalasi ham jiyanim qattiq o'zgardi. Shu bilan bir sportsmen akamiz bor edi. Bunlarni tez dedi, sportga olib borib beringlar dedi. Shu kunda o'zida Erkin ukam kurashga olib bordi. Trener tanir ekan, Ravshan aka degan trenerda. Ravshan akaga qo'ng'iroq qilib, Ravshan akani oldiga shu zohatda olib bordi. Ravshan aka qabul qilib olgan. Bular shu yerda kurash boshladi. Shu kundan kirib ketdi. Borgandan shu bir hafta, 2 haftadan keyin rayon chempionati, viloyat chempionati, keyin respublikalarga chiqib chempion bo'lib ketdi. Maktabda o'qib yurganda Aytjan jiyanim, "Baba, men olimpiada chempioni bo'laman." O'yinlarni ko'rardi, taniqli sportchilarni ko'rib, "Hali shunaqa chempion bo'laman. Sizga chempion bo'lgan kuni mashina olib beraman, bergan mashinani sizga olib beraman." U maktabda o'qirdi, shunda
4-chi, 5-sinfda o'qirdi. Chempionlar tug'ilmaydi, ular tarbiya topadi. Har bir medal ortida yillar davomida singdirilgan odob, mehnatsevarlik va sabr mujassam bo'ladi. Aytjanning bugungi yutuqlari ham avvalo oilasida shakllangan qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq. Uning bolaligi, ilk orzulari va xarakteri haqida esa eng samimiy xotiralarni onasi so'zlab beradi. O'g'lim o'sha Bo'ston maktabiga qatnab yurganda musobaqalarga ko'p borardi. Samarqand, o'sha Piskentda bo'lardi, Bektemir, o'sha Keles tarafda bo'lardi. 21 kilodan kurashardi, 24 shunaqa 29, 32 kilodan kurashardi. Har doim birinchi o'rin olib kelardi. Xursand bo'lardim, lekin o'zim niyat qilganman. Yoshligidan o'zim shunaqa jahon chempioni bo'lib, bir karra ikki karra emas, ko'p marotaba jahon chempioni bo'lib, O'zbekistonimizga oltin kamarlar olib kelishni o'zim xohlaganman. Kamida 5 karra olimpiyskiy chempion bo'lsin deb niyat qilganman. Sportchini dunyo tan oladigan darajaga yetkazish uchun yillar kerak bo'ladi. Bu yo'lda murabbiy nafaqat sportchining ustozi, balki uning eng yaqin yo'l ko'rsatuvchisiga ham aylanadi. Mashg'ulot zalida boshlangan mehnat, yillar davomida shakllangan ishonch bugun ulkan natijalarga zamin yaratdi. Bir paytlar kurash zaliga endigina qadam qo'ygan kichkina bolakayning bugun jahon chempioniga aylanganini eslar ekan, ustozi shogirdi haqida iliq fikrlarini bildirdi. Shogirdim Xalmaqanov Aytjon mana yurtboshimiz tarafidan Mard o'g'lon mukofotini oldi. Men o'ylaymanki, bu har bitta murabbiyni orzusi bo'ladi. Xalmaqanov Aytjon 5-sinf tugatib bizada mashg'ulotni boshlagan. Uni alohida jihati bo'lgan, uni har doim aytib kelaman. Shunday bir fazilat bor, yutqizishni yomon ko'radi-da. Bizada shunday o'yinlar bor, turnirga chiqamiz, masalan, kim ko'p tortlarga o'ynaymiz bolalar bilan. O'shanda yutqizib, undan 3 yosh katta bola edi, o'zi birga shug'ullanadi, Ilyos Abdunazarov. Ikkalasi chiqqan, Ilyos Abdunazarov 38 ta tortilgan bo'lsa, bu 35 tada, undan o'taman deb harakat qilyapti, o'zi charchagan, biz ko'rib turibmiz. Lekin charchoqda anaqasi bilan tortilolmayapti. Aytyapman, tush bo'ldi, yutding sen desa, yo'q, o'shandan tushgisi kelmayapti. 3 ta farqi bilan yutqizgan-u, lekin xohlamayapti yutqizishdi-da. Shu oxirigacha o'taman deb shuni. O'sha xarakter jihatidan men buni ko'rganman, xudoga kuchli. Xarakter jihatidan bu hammadan o'tib ketdi-da. Birinchi kelgan holati ham 31 kilomi, 32 kilo, 30 kilolik bola edi-da. Hozir bizdan katta bo'lib turibdi. 67 kilo, 72 kilo vaznda, hozir 67 kilodan olimpiyskiy vaznda kurashadi. Shunchalik daraja olib keldik, mana shuncha bolani 10 yilda ichida ham xarakter jihatidan, ham sportsmen sifatida o'ylayman eng yuqori natijaga chiqardik-da. Bu aytyapman, har bitta murabbiyni shogirdi shunday bo'lishini orzu qiladi-da. Bu farzand bilan erkin yunon-rum kurashi faxrlanadi, chunki 24 yilda ichida bo'lmagan natijani mana Xalmaqanov qaytarib berdi bizga. Har bir sportchi chempion bo'lishni orzu qiladi, ammo orzuning o'zi yetarli emas. Katta natijalarga erishish yo'lida sportchi eng avvalo o'zida qanday fazilatlarni shakllantirishi kerak. Yuksak marralarni ko'zlagan inson nimalarga ahamiyat berishi lozim? Bu boradagi qarashlar bilan qahramonimiz o'rtoqlashadi. Men o'zim birinchi o'rinda xarakter deb o'ylayman. Xarakteringiz bo'lsa, hamma narsa bo'ladi. Misol, chidamliligingiz ham xarakteringizga bog'liq. Misol, xarakterim qilaman desangiz, qila olasiz-da. Birinchi navbatda mehnat, ikkinchi navbatda sabr, uchinchi navbatda natija deb o'ylayman. Ustoz yordami har doim birinchi o'rinda deb o'ylayman. Nega desa, ustoz bu otangni ulug' deydi. Gap rost deb o'ylayman. Nega desa, o'zining oilasidan ham ko'p vaqtini bizga ajratadi. Misol, ertalab kelsam, ertalab 8 da kelsa, kechki payt 8-9 da ketadi. Oilasidan ko'p biz bilan vaqt ajratadi-da. Musobaqadan oldin, bir hafta oldin o'zimiz bilan yotadi. Nima qilyapsan? Issiq suv ichma, sovuq suv ichma, vitaminizatsiyalarimizga o'zlari qaraydi. Boshimizda turib nazorat qiladi. U bunaqa ustoz eng yaxshisi deb o'ylayman hayotda. Baribir ustozi bor odam kam bo'lmaydi. Nega desa, ustoz
hayotida biladi, o'zi ko'p qiyinchiliklardan o'tgan. Biz o'ylaymiz, bu aytaveradi, meni ijtimoiy qildirgisi kelmaydi deb aytadi, lekin bizni foydamizga aytadi ustozlarimiz har doim. Jahon chempionligi shohsupasi bir necha daqiqalik tantana bilan yodda qoladi. Ammo o'sha daqiqalargacha bo'lgan yo'l oylar, ba'zan esa yillar davom etgan mashaqqatlar bilan o'lchanadi. Har bir bellashuv ortida kuchli raqiblar, og'ir sinovlar va yutuqni hal qiladigan lahzalar yashirin bo'ladi. Tomoshabin natijani ko'radi, ammo o'sha g'alabaga eltgan yo'l qanday kechgani faqat uni bosib o'tgan insongagina ayon. Birinchi musobaqam shu jahon chempionatida 17 yoshgacha bo'lib o'tgan o'smirlar o'rtasida 6 medal qo'lga kiritdim. Italiya davlatining Rim shahrida. Birinchi O'zbekiston chempioni bo'lganim 2021-yil noyabr oyida bo'lib o'tgan, haligacha esimda. O'zbekiston chempionatida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan edim. Eng quvonarlisi shu edi men uchun. Birinchi marta O'zbekiston chempioni bo'lganimda, nima deydi, boshqacha bo'ladi-da. Shuncha mehnat qilganmiz, 5 yil shug'ullanganimdan keyin O'zbekiston chempioni bo'lganman-da. Bizda sport natija berish qiyin-da, misol vaqt kerak-da, bizga ancha yillar kerak. Qolgan sportlarda esa keladi, chempion bo'lib ketadi. Bizda unaqa emas. Mehnat, o'sha kelganda chempion bo'lamiz. 2020-yil chempion bo'lganimda juda xursand bo'lganman. Yig'lab o'rganman. Nafaqat men, trenerlarim, meni qaraydigan trenerlarim ham o'zlari xursand bo'lib yig'lab o'rgan. Shundan keyin ochilib ketdim. Haligacha 2026 bo'ladigan bo'lsa, 7 marta chempion respublika bo'ldim. 2024-yildan beri O'zbekiston chempionatida tushmayapman. Faqat jahon chempionati, Osiyo chempionatiga ketganman. O'zbekiston chempioni bo'lganimdan keyin 2020-yil Osiyo chempionati bo'lib o'tgan. Osiyo chempionatiga bormaganman. Jahon chempionatiga borganman. Jahon chempionatida o'zimizda tayyorlanib borganman. Jahon chempionati tayyorlanishda bizda nima deydi? Juda ham qiyin kechgan. Nega desa, hozir zalda 40 ta bola bor. Men tayyorlagan paytimda hech kim yo'q edi. Bitta men, oldimda 2-3 ta akalarim bo'lardi, trenerlarim. Ular 5-6 yosh katta edi mendan. Tayyorlab, har kuni ertalab kelar edik, 10 da trenirovkamiz, 1gacha. Kechki payt yana 5 dan 7 gacha. U payt nima deydi, sport shkolada hech kim yo'q edi. 2 xonali kvartira, 10 kishi yotar edik. Juda ham birinchi jahon chempionati bizga qiyin ketgan. Nafaqat menga, men bilan yurgan trenerlarimga, bitta o'zimga 6 ta 7 ta odam qarab turganda, shunga yarasha mehnat qildik, jahon chempioni bo'lib keldim. Jahon chempioni bo'lganda ham birinchi o'zimga ishonmadim. Men bo'ldim haqiqatdan shunaqaga arziyman deb. Bu zo'r bo'ldi. U nima deydi, u hissiyotni aytib bo'lmaydi. Baribir so'z bilan chiqazamiz. O'zingiz bo'lmaguncha u yeta olmaysiz. Odamlar aytadi-ku, odamlar 1000 ta kitob yozishi mumkin, lekin g'alabaning ta'mini bitta ham odam yoza olmaydi deydi. Ba'zan taqdir insonni eng baland cho'qqiga olib chiqishdan avval uni sinovdan o'tkazadi. O'sha sinovlar esa nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham chiniqtiradi. Kurash gilamida ham ana shunday lahzalar bo'ladiki, birgina bellashuv natijasi sportchining butun faoliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Ana shunday sinovlardan biri Aytjon Xalmaxonovning hayotida ham bo'lgan. Har doim yonimda turib beradi. Yutsam, nega desa 2024-yil Osiyo chempionatiga borib yutqizib qo'yganman. To'g'risi Tailandda bo'lib o'tgan. 2 yil bo'ldi shunga ham. Shuncha qattiq tayyorlangandim, yutqizganman, alam qilib ketgan. Shu payt uyga ketganman. Bo'tga kelganman, birinchi kiyimlarimni yig'ishtirib uyga ketganman. Bo'ldi, yetadi menga. O'qiyman derdim. Uydagilar yo'q, jim. Bitta yutqizishing bilan bunaqa qilaversang, ertaga hali ko'p yutqizasan, uni har bitta yutqizganda kelib qolaverasanmi deb aytib, ozgincha dam ol, o'zingga kelasan, o'tib ketadi. Xatolar ustida ishlab, murabbiylar bilan gaplashib, qayerda nima qilish kerak deb yaxshilab o'rganib, yana oldinga davom et. Bu bilan to'xtab qolmaydi, bitta yutqizish bilan hayot to'xtab qolmaydi deb yaxshi motivatsiya berardi. Sportchining irodasi maydonda sinaladi, ammo uning ruhiy tayanchi ko'pincha maydon tashqarisida bo'ladi. Eng og'ir lahzalarda aytilgan birgina samimiy so'z, bildirilgan ishonch va berilgan dalda insonni yana o'ziga qaytarishi mumkin. Aytjon uchun ham ana shunday tayanch doimo oilasi, ayniqsa onasi bo'lgan. O'g'lining quvonch va sinovlariga birdek guvoh bo'lgan ona o'sha kunlarni bugun yana bir bor yodga oladi. Italiyada jahon chempioni bo'ldi. 2023-yilda Qirg'izistonda Bishkek shahrida Osiyoni bronza oldi. Keyin Istanbulda shu 2023-yilda yana bronza medal oldi. Keyin 2025-yilda Aman davlatida Kattalar o'rtasida Osiyo chempioni bo'ldi martda. Iyulda, o'sha 19-iyul edi, esimda kechagidek. Vengriyaga bordi musobaqaga Kattalar o'rtasida. Hachun yutqizdi. 3-o'ringa talashganda Rossiyalikdan yutqizdi. 3-o'ringa talashganda Qozog'istonlik Erjet Jarılqasim degan bolani yutqizdi 63 kunlardan. Keyin menga telefon qilyapti.
oy yutqizdim men. Voy yutqizsang yutqizasan qo'yaver. Endi yutasan keyingi safar jahon chempioni bo'lasan sen. Oltin kamar sen kutib turibdi dedim. Oradan bir oy o'tdi. Bolgariyada Samakov shahrida 20 yoshgacha o'rtasida jahon chempioni bo'lib o'tiribdi-da. Oltin kamar, oltin medal olib. Rosa xursand bo'ldik. Yana oradan bir oy o'tdi. Xorvatiyani Zargeb shahrida kattalar o'rtasida jahon chempioni bo'ldi. 24 yillik tarixni yangiladi Aytjon. U rosa xursand bo'ldik. Chempionlik sari bosilgan har bir qadam ortida ko'plab insonlarning fidokorona mehnati mujassam bo'ladi. Sportchining iste'dodini kashf etish, uni sayqallash va katta maydonlarga tayyorlash esa ustoz zimmasidagi eng mas'uliyatli vazifalardan biridir. Qahramonimiz o'zining sportdagi kamolotida beqiyos o'rin tutgan ustozlari haqida samimiy fikr bildirdi. Vaqt Temirov ustozim hozirga juda ham katta mehnat ketgan. Nega desa, yoshligimdan o'zi olib yurib, o'zi hamma narsani o'rgatib, nafaqat bu sportda murabbiy, hayotda ham ustozlar. Misol kimga qanaqa gapirishni, qayerda nima qilishni, hammasini bizga o'rgatadi. Shu darajaga yetishimga 3 ta odam bo'lsa, shu 3 ta odamning bittasi deb o'ylayman-da. Nega desa, ustozning o'rni katta bu hayotda. Ustozi yo'q odam uzoqqa boramaydi. O'zingizdan o'zingiz bo'lmaydi hech qachon. Har yili 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shayotgan ilm-fan, sport, madaniyat va boshqa sohalarda yuksak natijalarga erishgan faol yoshlar davlatimiz rahbari tomonidan munosib e'tirof etiladi. Ana shunday yuksak e'tiroflardan biri Mard O'g'lon davlat mukofoti bo'lib, u vatanga sadoqati, fidoyiligi va yutuqlari bilan tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan iste'dodli yoshlarga tantanali ravishda topshiriladi. Joriy yilgi yoshlar kuni tadbirlarida ushbu nufuzli mukofot sohiblari safidan Yunon-Rum kurashi bo'yicha 3 karra jahon chempioni Aytjon Xalmaxanov ham o'rin oldi. Prezidentimiz qo'ldan davlat mukofotini qabul qilib olgan o'sha unutilmas lahzalar qahramonimiz xotirasida alohida o'rin egallaydi. 30-iyun kuni yoshlar kuni bo'lib o'tdi. Yoshlar kuni bo'lib o'tganda bir kun oldin bizga internetda e'lon qilindi. U payt men tayyorlanib yotgandim. E'lon qilindi-da bizga birinchi hali saytlar qo'yilmadi. Men shunday bordim. Toshkent viloyati Xalmaxanov Aytjon Mard O'g'lon mukofoti dedi. Nima deydi? Xursandchilik aytib bo'lmaydi-da. Zo'r bo'ldi-da, deb turdik. Internetlarda e'lon qilindi. Uydagilar telefon qilyapti, tabriklayman. Yaqinlarim hammasi telefon qilyapti, yozyapti, muborak bo'lsin deb. Juda xursand bo'ldim. Men birinchi kun uncha xursand bo'lmadim. Bitta uxlab turganimdan keyin 30-iyun bo'ldi. Xayolda aylanyapti-da, hozir prezident bilan ko'rishaman. Qanaqa bo'lar ekan deb baribir endi ozgincha hayajon bo'ladi, baribir yurtboshimiz. Musobaqadan hayajonlanmasak ham yurtboshimiz oldida hayajonlandik-da. Qo'llarida mukofot olayotganimizda nima deydi? Men shunaqaga haqiqatan ham munosib ekanman. Yana mehnat qilsam, bundan ham yaxshilarga erishaman degan motivatsiya o'zimga paydo bo'ldi va yanada oldinga harakat qilishimga turtki bo'ldi. Yuksak davlat e'tirofi nafaqat uning sohibi, balki bu muvaffaqiyat sari birga odimlagan yaqinlari uchun ham unutilmas voqeadir. Ayniqsa farzandining mehnati va erishgan yutuqlari davlat tomonidan munosib baholanganini ko'rish ota-ona uchun alohida faxr va cheksiz quvonch bag'ishlaydi. Aytjon Xalmaxanovning Mard O'g'lon davlat mukofotiga sazovor bo'lgani haqidagi xabarni eshitgan onasi o'sha unutilmas lahzalarda kechirgan tuyg'ular bilan o'rtoqlashdi. 2025-yili Iordaniyada Osiyo chempioni bo'ldi mart oyida kattalar o'rtasida. Keyin 2025-yil avgust oyida U20 yoshgacha o'rtasida jahon chempioni bo'ldi Bolgariyaning Samakov shahrida. Yunon-Rum kurashi bo'yicha 63 kilo vazn toifasida. Keyin 2025-yili sentyabr oyida kattalar o'rtasida Yunon-Rum kurashida 63 kilodan mutlaq chempion bo'ldi. O'g'limni ozgina kamtarona mehnatini qadrlab muhtaram prezidentimiz bizga 3 xonali uy jihozi bilan berdi. Mashina sovg'a qildi, xursand bo'ldik. Rahmat prezidentimizga. O'g'limni shunchalik qadrlab, Mard O'g'lon mukofoti, yuksak mukofoti bilan taqdirlagani uchun prezidentimizga katta rahmat aytaman. Bu boshlanishi o'g'lim
olimpiada chempioni bo'ladi. Erishilgan yutuqlar sportchi uchun manzil emas, balki yangi marralar sari qo'yilgan navbatdagi qadamdir. Dunyo va Osiyo chempionligi, yuksak davlat e'tirofi – bularning barchasi ortda qolgan sharafli yo'lning muhim sahifalari. Oldinda esa yanada mas'uliyatli musobaqalar, undanda yuksak maqsadlar va yangi sinovlar kutmoqda. Bugun qahramonimiz kelajakdagi rejalari va o'z oldiga qo'ygan eng ulug' maqsadlari haqida so'zlaydi. Rejalarimiz katta, xudo xohlasa maqsadlarimiz katta. Endi mehnat qilyapmiz, sekin-sekin erishamiz. Oldinda turgan musobaqalarimiz bor. Shu 10 kundan keyin musobaqada tushaman. Vengriyaning davlatining Budapesht shahrida bo'lib o'tadi. Xalqaro Grand Prix. Grand Prixga tushib, o'zimizni sinab olamiz. Qanaqa sport formasida turibdi ekanmiz hozirgi vaqtda. Shunga qarab murabbiylarimiz ko'rib chiqadi. Misol, yaxshi xato qildikmi, xatomizni ustida ishlatadi. Bu bizga yutish uchun emas, o'zimizni borib qanaqa darajada kurashishimizni, qanaqa formadaligimizni bilib o'tiradi. Eng katta musobaqalarimiz Yaponiyaning Naoya shahrida bo'lib o'tadi. Osiyo o'yinlari. Bu juda katta musobaqa, Olimpiya o'yinlaridan keyingisi. Shunga tayyorgarlik ko'rib, xudo xolisa shunda oltin medal qo'lga kiritib, bayroq ko'tarib, niyat qildik. Shunga harakatdamiz. Keyin orasidan 20 kun o'tgandan keyin Qozog'iston davlatining Astana shahrida bo'lib o'tadigan kattalar o'rtasida jahon chempionati bo'lib o'tadi. Jahon chempionatiga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, yana bir marta o'tgan yilgini takrorlab jahon chempionligini qo'lga kiritish. Keyin 2027-yildan boshlab Olimpiya o'yinlariga litsenziya boshlanadi. Bu degani litsenziya olib 2028-yil Los Anjeles shahriga ochko yig'amiz. Eng katta maqsadimiz va orzuyimiz bu Los Anjelesdagi Olimpiada chempioni bo'lish. Bu nafaqat meni, har bitta sportchini maqsadi ham niyati ham Olimpiada chempioni bo'lish deb o'ylayman. Ba'zi g'alabalar faqat medal bilan o'lchanmaydi. Ular minglab yoshlarning orzusiga qanot, kelajakka ishonch beradi. Aytjan Xalmaqanov hali o'z sport yo'lining eng yuksak cho'qqisiga chiqqani yo'q. Oldinda uni yangi sinovlar, yangi g'alabalar kutmoqda. Ammo bir haqiqat allaqachon isbotlandi. Orzu mehnat bilan uyg'unlashsa, u albatta tarixga aylanadi. Balki bugun dunyo chempioniga aylangan bu yigit ertaga Olimpiya shohsupasida ham O'zbekiston bayrog'ini yana bir bor eng balandga ko'tarar. Chunki haqiqiy chempionlar marraga yetgach to'xtamaydi. Ular yangi marralarni zabt etishda davom etadi.